Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi fuqarolarga 2, 3 va 4 yanvar, ya'ni haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekiston hududlariga yana anomal sovuq kirib kelmoqdami? Batafsil videorolikda javob olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi 7-yanvargacha kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 1-7 yanvar kunlarigacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 1-yanvardan boshlab 2-yanvar kunlari kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. 1-2-yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 3-yanvar kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati 1-2-yanvar kunlari kechasi 3 daraja sovuq. 3-4-yanvar kunlari ham kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida 1-2-yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 3-yanvar kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi, qorga aylanishi mumkin. Havo harorati 1-2-yanvar kunlari kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 8-13 daraja iliq bo'ladi. 3-yanvar kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida 1-2-yanvar va 4-7-yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 1-2-yanvar kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. 3-4-yanvar kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida kutilmagan ob-havo bo'ladi. 1-3-yanvar kunlari ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 1-2-3-yanvar kunlari kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 3-yanvar kuni vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 4-7-yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati 1-2-yanvar kuni kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. 3-yanvar kuni kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, 4-7-yanvar kunlari kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.